Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabıda biz Abbasilarninki en ahırkı halifesi Musta'sim Billah'ninki hayatı bilen tanışıp çıkıvatkan. Biz bunu ahır halife deyişimizdeki sebebi atı boğulları kan keçip, inqilab kılıp, kuğan paytaxtını Demeşk'ten Bağdat'a ötügen hem Bağdat şehrinin berpa oluşuğa sebepçi bo'lgan bir cemaat bo'lg'achqa bu Abbasiylar cemaati. Şuna biz bularni Abbasiylarniki eng oxirgi xalifasi deymiz. Chunki Mo'g'ullar Musta'sim Billahni o'ltirish orqali Bag'dodni poytaxtni kun-paykun qilib vayron qilib o'tgan. Yani bundan keyingi bo'lgan xalifalar Misrda bo'lgan Qoirada buni hamiz qo'ychaq 50-60 dan qechirib yoki bir etiva bundan boshqa hech nimasi yo'q. Ameliy huquq yo'q. Lekin Mav xalifalarniki ameliy kuchi va qo'shuni va davlati va poytaxti va taxti va demakchi. Hamda Tatarlar fitnesi ve Alqamiyning xiyonati degan mazmun to'xtalamiz bugun. 655 yili Hijriyaniki Muiz Aybek Misrninki sultani bu o'lib ketdi. Buni ayoli Shajaratu Dur bu turk ayol o'ltirib o'tgan. Bunun keyin bunun oğlu Melik Mansur Ali'ni padişah qilib bekitgan bo'lar. Mushu Shajaratu Durmu Muiz Aybekni o'ltirib bo'lgandan keyin bu ayolmo Muiz Aybekninki odamlar tarafidan o'ltirilgan. Mana bu avvallar yuz bergan vaqt Tatarlar shaharlarda savlatlik yurayotgan paytlarda bularning yomonliklari kundan kun ishiyotgan payt, ularningki zulmi kundan kuniga o'layotgan paytlar edi. Xalifalar, başka halayiq musulmonlar bular hammasi başqalarning bularni nishonlayotganligidan bular bexuddi edi. Vezir Alqami bu Abbasilarning shu vaqtdagi rafizi bir Shia veziri. Abbasilar davlatni yo'qotishga herisman edi. Bu davlatni Alavilar jamoatiga o'tkazib berish uchun kechar kunduz harakat qilayotgan edi. Elçiler bunun arası bilen Tatarlar, Moğollar arasında mahbi elçiler berip kelip turayotgan. Musta'sim billah bolsa özünün lezzeti bilen hashamatlik turmushi bilen ishlarningki mohiyatini bilmay, davlatning ichki ishlariga aralashmay bilmagan holatda gangirab yurgan paytlar edi. Buning na davlat manfaatida bir ko'zigan nishoni yo'q edi. Musta'simning dadisi Mustansir bo'lsa ajoyib zo'r qo'shin tayyorlagan bo'lib, bu Tatarlar bilan yolg'ondan mujodala qilib, ular bilan hadiya qilishib, ular bilan ha u deyishib yashagan edi. Ammo Musta'sim xalifa bo'lgan vaqtida na buning fikri, na buning tadbiri yo'q odam bo'lib, Vezir Alqami buningga ko'plagan askarlarni bo'shatishni maslahat berdi. Tatarlar bilan bir yolg'ondan bo'lsa diplomatik yasalma munosabati yashashni, ularni hurmat ikrom qilishni talab qilib maslahat bergan edi. Bu orqali bizning maqsadimiz amaliylashido dedi. Degandek Musta'sim bu Vezir Alqamining degini bo'yicha ish tutdi. Vezir ishki jihatdan Mo'g'ul Tatarlarga xat yozib, ularni mush davlatni yo'qotish tamasida ko'ngliga bir o't sep qo'ydi. Bu davlatni yo'qotish ishlarini hatto qulaylaştırib berdi. Keyin mush davlatning ularning bir noibi valisi bo'lishini talab qildi. Ular buningga ma'qul deb va'da berishdi. Bag'dodni yuturilish uchun Tatar Mo'g'ullari taraf-tarafdan bular tayyorlik tushib ketdi. Endi Mo'g'ullarningki ahvolini biz qisqacha qilib tushuntirib o'tsak, Muvaffaq Abdullatif Moğollar, Tatarlar hakkında mundak deydi. Bu Tatar hakkındaki gaplar bütün gaplarni yevitidir. Yani hamma gapdan bu gap muhim demekçi. Bularning xabarlari bütün xabarni qatlayvetidir. Ashaddiyligidan demekçi de. Bularning tarihi bütün tarixni yo'qotib, unutildirib. Bularning balay afati har qanday balay afatni yo'qotib. Yani bularning balay afatine ait ig'ir demekçi. Bularning musibati bütün zeminni qaplagan. Yer şarının uzun, kenglik taraflarini qaplab ketgan.
Bularning tili bolsa hindi milletining tili bilan giralishib ketgan. Shularga o'xshash demoqchi. Chunki bular hindilar bilan qo'shna. Yani demek şu Çinxay Şizang egizlikleri tarafları yani Moğollar tarafından şu nemege tutuşunda hindi taraflıga. Hatta şu nemini mi Tibetlerini mi şu hindi tili dep qaralgan qadim tarixda. Bular bilan Tangut elining orasida 4 oylik yo'l. Bu Tangutlar degan şu Çinxay taraflardagi Gansu o'lkalari taraflarda qurilgan bir davlat. Yani bu qadimgi Uyg'ur millatininki avlodi bo'lgan Yogurlar, ondan Tibetlar shular bilan birlashib qurilgan davlatda bu hamda. Hamda Moğollar Türklarga nisbatan elbetqa vaqtida bularniki yuzi nihoyat kangri va ko'krak qismi kangri. Bularning kassi nihoyat yengil, urug'roq keladigan. Andama barmoqlari kichikroq, rengi buğday öng, hareketini tez, meyli beden hareketi olsun, meyli şu bir narsa düşünüş, fikri tez nayta, zihni nayta tez. Ularga bütün dünyadaki adamlarning xabari berib turdi, ularning xabari boshqalarga bormaydigan. Chunki ularning qiyshiq berib turadigan oz emasmi? Odatda bir jasus ularning qishig'i berib makallashamaydi. Chunki ularga o'xshamganlikdan tizlam oshkorlab qoldi. Ular biror tarafga bormoqchi bo'lsa, bu ishlarni yo'shiradi. Bir laqatimda, bir harakat bilan hujum qiladi. Bu shahar ahlimi bularning qachon kirdiganligini bilmaydi. Askarlarmi hatta bilmaydi deydi. Orlashib ketganda. Nayt hareketi tez, çaqqan, boğaçqa. Onundan başqa bularga kişiler bularning hili mikirlerini təsirdə bilənməydi dedi. Ondan ma qiç tərəfimi az. Ular hücum qilib kelgandiki nədən qiçdini bilməydi. Çünki bu qanqırab ketganda uçdan avvalda dedi. Ularning ayolları erleriga o'xshash urush qiladi dedi. Ularning ko'pincha quroli nashab. Nashab deganimiz asosan shu nima? Neyza, andim shu tig'liq asboblar, o'qya degandek. Ularning yeydigan narsa go'sht. Qanday go'sht bo'lsa shuni yeydi dedi. Ular oldam o'ltaganda cho'ng odam, kichik bola deb og'rimasdi. Hech kimni qoldirmaydi dedi. Erni, ayolni, kichik bolani har qanday o'ltirdi. Ularning maqsadi insoniyat turini yo'qotish, bütün dünyani yo'qotish, hargizmi mol dunyo podshohlik emas deb ta'riflangan. Ulardan boshqa tarixchilar mundaq sifatlagan. Tatar, yani Moğollar zemini Çin zeminining atrofida degan, yani Xitoy zeminining yonida deganda. Ular barbari, naytiliqi, yavoyi xalqlardir. Yomonlik, gollamchilik, aldamchilik bilan mashhurdir deb sifatlangan. Bu öz davirdagi musulmon tarixchilarniki Moğollarga bergan baholari hamda. Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayhi bu yerda hamda Tatarlar qanday bo'lib bu o'ttirg'i chiqib qolgan, saniga qanday chiqib qolgan, Tatarlarning bundaq kuchishninki sababi nima deganda, tuvandagi o'zining ko'z qarashini debdi. Ammo bizning tarixlar bilan ozroq o'xshashlik taraflari bor, lekin qisma yerlari asosan o'xshamaydi. Aralashtirib qo'ygan taraflari bordek qiladi. Ularning hamda maydon kelishning sababi hamda Çin iqlimi nayt kang diyorlar bo'lib, bu 6 oylik musofa debdi. Bu vaqtdagi bu Çin iqlimi deganda masalan o'sha Beijing, Shanghai, ondan Gansu mushtaraflarni maqsad qilib berilgan gap ma'vu. Hatta u davrda shu Moğol egizliknimi shu Çinning boshqarishi edi deganda qarashni beribdi buningda. Hamda coğrafiya ilmida Çin iqlimi nayt kang bir uqum. Bu coğrafilik ma'nida. O Çin iqlimi şu vaqtida 6 mamlakatdan tarkib topgan. Ularning har birisining shu 6 mamlakatda birdan hokimi valisi bor.
en çoğun padişah Tamgaçkan deymiz. Bu Müslümanların halifesiga o'xshash mush 6 memleketni başkurdu. Şu 6 memleketning birisinin sultani Doshixon degan bir adam bulup, bu adam Chingizxonning hammasini olgan ayni vaqtida. Bir qitim hammasini yo'qlab bag'sa Chingizxon, bu hammasini eri o'lib ketibdi. Chingizxon bilan birga shu Kuchxon billa borgan shu yerga debdi. Bu yerdagi Tamg'och yoki Tabg'och degan gap aslida shu turk podshohlarining nomi. Bu Xitoylar ta'sir ko'rsatib, keyingi mezgillarda Xitoy podshohlari shu ism bilan atalgan. Nimishqa deganda, ko'pincha ayni vaqtlarda, masalan, 10 davrlarda bo'lsin, masalan, O'g'illarniki masalan yengilish milodiy 216-yili 10 Türkler nimishqa yengilgan, kimning qo'lda yengilgan desa, shu Tabg'och Türkleriniki qo'lda, ya'ni Tamg'och Türkleriniki qo'lda yengilgan. Bu Tabg'och Türkleri shu hozirgi Saddichinninki ichidagi Xitoyning shimol rayonlarini yashaydigan millatlarda, ya'ni bular Xitoyni kontrol qilgan, keyingi mezgillarda Xitoylar bularni bir-biriga ittifoqsizlik qilib masalan yengan bo'lsa-mu, u hozirgi Xitoylar emas, masalan, uning ichida Mongolar bor, bundan boshqa millatlar bor. Demak, bu Tabg'och Türkleri degan gap, Tamg'och degan asli burunqi turklarniki nomi. Demak, bu Xitoylarga ta'sir ko'rsatish orqali keyingi mezgillarda bu Xitoyningki hurmat nomiga, imperatorlarningki nomiga aylangan. Endi Chingizxon Kuchxon bilan o'zining hammasini yo'qlab kelgandan keyin bu ayol bu ishga aylangan, podshohning bolasi yo'q. Shuning uchun Chingizxonga ishorat qilib, maslahat berib, bu Doshixonningki o'niga chiqqan bo'lsang deb shunaqda. Shuna bu odam qo'pab o'zining ishlarini yig'ishtirib, buni nurg'un xaloyiqlar qo'shildi. Balkim Chingizxonningki shu mush maslahatni berishdan burun u davlat qurish istiki bo'lmasligi mumkin. Mush ayolning bir sababi bilan mush davlatni qurishga bir sababchi bo'lib qolganda. Ondan bu adam bu cho'ng qonunninki qishig'moqda dedi. Cho'ng qonun deganimiz shu Tang'utlar tarafga, ondan shu Xitoyninki shimoldagi podshohliklar, sulolalar tarafga moqda. Bu cho'ng podshohna ochiq keldi. Hatta Moğollar tarafidan so'g'atga avatilgan otlarning quyruqini kesib haydab chiqadi elchilarni o'ltirdi dedi. Chunki burun bu Moğollarning hech qanday bir podshoh bo'lgan tarixi yo'q ekanda. Bular ayni vaqtida mana Chinning mana badaviylari deb ataladi ekan. Bu Jaloliddin Suyutining so'zi. Chingizxon va buning do'sti Kuchxon bu avvalni anglagandan keyin ikkisi bir-biriga yordam berish uchun ittifoq tuzdi. Bular cho'ng qonga qarshi maydoni bo'ldi. Nurg'un tatarlar, Moğollar bularning qishiq keldi dedi. Hamda Xitoy xoni bularning kuchini, bularning yomonligini bilib, ya'ni bu Tang'utlar va Tang'utning atrofidagi Xitoylar. Bularga asta hamda bularning qalbini uftoy deb yumshoq sipoy bo'ldi-yu, ham ularni ta'disilishga boshladi bir tarafdan. Buning hech qanday foydasi bo'lmadi. Moğollar ularni bu podshoh bularni nishonlab bir-biriga hujum qilishga boshladi. Ularning orasida nurg'un urushlar yuz berdi. Cho'ng podshoh vayron bo'lib chekindi. Buning shaharlarini mana bu Chingizxon egalladi. Buning yomonlik texmi kundan-kunga oshdi. Podshohlik Chingizxon bilan Kuchxonning orasida o'rtaq davom etdi. Birisi bir bo'lkini boshquradigan holatda. Ondan bular Çin atrofidagi Balasag'un tarafga minishdi dedi. Balasag'unni egalladi. Kuchxon o'ldi. Buning o'rnida o'g'li podshoh bo'lgan bo'lsa-mu, Chingizxon buni ojiz sanab, buning qarshi chiqib, bunimi mag'lub qildi. Chingizxon mustaqil podshoh bo'lib oldi dedi. Butun Mo'ng'ul eli buningga bo'ysundi. Hatto buni iloh deb qaraydigan e'tiqod shakllandi. Buning bo'ysunganlikdan haddidan ziyoda mubolag'a oshirib o'tishdi deb ta'riflangan. Endi Mo'ng'ullarning tunji qatim islom dunyosi tarafga
atlanishi haqida. Bular 606-yili Moğol elidan Türkistan diyarlariga chiqdi deydi. Farg'ona, mayatki Navoiy Turk degan Turk diyarlari degan gap faqat hozirgi bizningki Uyg'uriston doiralaridagi o'rinlar, Turpan, ondan mushu nimaning Saddichinning ichi tarafi Turpan, Qumol ili deymiz, Cho'chak, Sanje mush taraflarga chiqqan bo'lmoqda. Mengib Qashqarga berib, Qashqa, ondan Farg'onaga o'tib mustaqilladimdi. Xavarizmshah Muhammad ibn Tiksh Xorasan podshohi, Mavran Nahr podshohi. Bu nurg'un podsholarni o'ltirgan, nurg'un mamlakatni o'zining iqtidorchiligiga ilib olgan odam. Buni ular xat aloqa qilishibdi-da, o'sha oraliqda Xavarizmshah bilan Turkiston diyarlariga shunday hujum qilib chiqqandan keyin bu Xavarizmshah ayni vaqtida xalifani nishonlab, xalifani tushirib, bosh xalif Salaymi degan odam, bu xalif bilan nurg'un urush bo'lgan. Shunlashqa shu Muhammad shu davrdagi xalifani, Xavarizmshah davridagi xalifani Mo'g'ullar odam avatib kushkurtgan. Xavarizmshahninki davlatning vayron bo'lishida xalifiniki maxfiy avatgan xitva deyilgan tarixmi bor. Ammo Xavarizmshahning xalifini yo'qotish plani amalga oshmagan, so'g'chilashgan. Ondan keyin Farg'ona, Shosh, Koson, shu diyorlardagi Nayt Avat shahrining odamlarini Samarqand va Samarqand atrofidagi shaharlarga ko'chib chiqishga buyurgan. Bu shaharlarning hammini xarob qilib o'tgan Xavarizmshah. Buning hammasi Mo'g'ullar ego'lovanmisin deb ansirab. Mana Xavarizmshahniki tunji xatoligi shu. O'g'liga bo'ysunmagan, o'g'lining fikrini anglamagan, o'g'li ajoyib yaxshi fikrlarni bergan shu paytlarda. Bu Xavarizmshah bizning Mo'g'ullarga kuchimiz yetmaydi deb qaragan. Mag'lubiyatningki asosi qalb. Agar sen qalbingda himmating ojiz bo'lib, qalbingdan sen mag'lub bo'lgan ekansan, amaliyat sen mag'lub bo'lasan. Ondan Tatarlar 615-yilga qadar uyan yo'tkilib, buyan yo'tkilib, uyanda bulangchilik qilib, qaraqchilik qilib mushta o'tdi-da. Chingizxon shu paytda Sultan Xavarizmshahga elchi so'g' salom avatdi va elchi mundoq dedi: Büyük podshohimiz Chingizxon sizga salom berib mundoq deydi: Davlatingizning kattaligi bizga maxfiy emas. Sultanınız, hükmünüz nurg'un davlat iqlimlarga yetgandir. Men siz bilan tinch xotirjam o'tishni xohlayman. Siz mening eng aziz balamga o'xshaysiz. Yani miyada diplomatik munosabatda ma qisal yana mening balamga o'xshaysiz deb sal bir tarafdan maqtagandek, ammo bir tarafdan uni sal tuvallatish borma gapda. Hatta sizga maxfiy emas, men Çin elini qo'limga oldim. Siz mening butun shahar mamlakatlarimni eng yaxshi biladigan odamsiz. Mening shaharlarim, askarlar, otlar, oltin, kumushlarning manbasi asosidir. Bu shaharlarda yetarlik hamma narsa to'liqdir. Agar xohlasangiz biz do'stona biz munosabat o'rnatsak, savdogarlar kezib, aylanib yursa, biz ikkili davlatga bir foydasi bo'lsa, dedi. Başta qilgan bo'lsak deb xat avatdi-da Chingizxon. Chingizxonningki maqsadi islom dunyosi besish emasdi bu paytlarda. Tarixda Xavarizmshahning bu qilgan bir xatoligi, bu keyin keladigan bu xatolik butun islom dunyosining, arab dunyosining yo'qilishiga sabab bo'lgan bir siyosiy xatoligi. Xavarizmshah dastlabda Chingizxonning talabiga qo'shildi. Chingizxon buningdan nihoyat xursand bo'ldi. Avval mush to'xtam kelishim bo'yicha davom etdi. Oxirida bir savdogarlar keldimdi. Bu savdogarlarniki hamda Mavran Nahr tarafga bog'liq haqidagi darslarni biz keyingi darsimizda ko'rishaylik. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.